Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bu yil ekilgan tog' va anorlarini parvarishini ko'rsatib bermoqchiman. 2025-yil oktyabr oyida tog' va anor qalamchalaridan 40-35 cm qilib kesib yerga ko'mib qo'ygan edik. 26-yil 22-fevralda kavlab olib, kelchivaniyaga ko'mib qo'ydik. Oradan 40 kun o'tgandan keyin ularni kavlab olib, tomorqaga ekdik. Bu aprel oyining boshiga to'g'ri keldi. Qalamchalarni karnebin bilan ishlov berish, keyin kelchivaniyaga ko'mish va 40 kun o'tgandan keyin kavlab ishlov berib, kelchivaniyaga ko'mish va 40 kun o'tgandan keyin kavlab olish jarayonlari hammasi kanalimning 8-nomer tok ko'chat yetishtirish videosida qo'ldan kelgancha yoritib berilgan. Bugun 18-iyun kuni ekilgan tok va anor ko'chatlarini ko'rsatib bermoqchiman. Mana rivojlangan, mana bunisi. Mana bu kelchivaniya qilinmay qolib ketgan. Bu avatar uzun tokimiz bor edi. Kelchivaniya qilinmay qolib ketgan bir 10 ta nihol bor edi. Buni boshidan ekdik. Mana bular hozir ko'rsatib beraman. Mana bir qarishdan ziyodroq bir 20-30 cm qilib rivojlangan. Bular nima? Anjir ko'chati. Mana bular esa mana bular kelchivaniya qilib ekilgan qora kishmish ko'chati. Mana juda yaxshi. Buni hozir 1-aprel kuni ekilganini hisobga olsak, aprel, may, iyun 3 oyda hisobida 1 metr qilib navda bergan. Juda yaxshi, qolganlari ham juda yaxshi rivojlangan. Hatto nishonaga uzum tugishga ham ulgurgan. Kelchivaniya qilingan qalamchalar juda yaxshi rivojlangani ko'rinib turibdi. Men kelchivaniya haqida ma'lumot qidirganimda, kelchivaniya qilingan qalamchalar tok yoki anor qalamchalari 1 yil oldin hosilga kiradi deb aytilgan joyi bor edi. Bu ko'chatlarni hozir navdalari juda yaxshi rivojlangan. Mana bitta uzumcha tutgan nishonasini ham ko'rdik. Juda rivojlanishi yaxshi. Bularda ekilganini 3 oy bo'lganini hisoblasa olsak, bu juda yaxshi natija deb o'ylayman. Men kelchivaniya qilib ekilgan nihollar haqida bir nechta videolar qaradim telefondan. Ular kelchivaniyaga yo ko'mish jarayonini ko'rsatadi yoki ko'mib qo'yilgan o'sha kelchivaniyaga ko'mib qo'yilgan tok qalamchalarni o'sha blogerlar ochish jarayonini ko'rsatadi. Bu qaragan odam, o'sha videoni ko'rgan odam tushunarli bo'lsin deb kelchivaniyaga ko'mish va ochish jarayonlarini hammasini bitta qilib ishlaganman. Boya aytganimda tok ko'chati yetishtirish videosida hammasini tushuntirib berganman. Tok va anor ko'chatlari yetishtirish juda oson. Mana bu yerda Mana bu yerda anor bultur ekilgan. Bu qalamcha emas, bu bultur ekilgan anor ko'chati. Mana shu qurib ham qolibdi. O'sha anorlarni ko'madigan payti anorni yotqizdirib, ustiga mana ramashka nimalarini qo'yib turib ko'mganmizda. Shuni hisobidan tomorqaga shunday ramashka gullar chiqib qolgan. Anorni nimalari 50 cm gacha o'sgan, uzumdiki 1 metrgacha o'sgan. Juda chiroyli turibdi. Ramashkalar ham xuddi ekkanday bo'lib turibdi. Kim anor va tok qalamchalarini ko'paytirib ekmoqchi bo'lsa, bu juda sho'x tez o'sadi. Bu yil ob-havo ham juda yaxshi keldi. Juda ko'p yomg'ir yog'di, namgarchilik yaxshi bo'ldi. Shuni hisobidan mana biz sug'orib turdik. Va anor ham, tok qalamchalari ham juda yaxshi ko'kargan. Mana bu yerda yana bitta nima bor, nishonaga uzum ko'klagan. Mana bu tomonda yana bir qator nima bor? Tok bor.
bu yerda yana bir qator tok bor, davomida anor bor. Hammasi juda yaxshi. Tig'izligini aytsam 1 metr uzunlikka 20 ta donadan ko'chat ekkanmiz. Endi bu qanchalik yaxshi, qanchalik yomonligini bilmadim. Menimcha uncha yomon emas. Kimki uzun va tok ko'chatlarni ko'paytirib ko'rmoqchi bo'lsa, buni hech qiyin joyi yo'q. Buni bemalol hamma qilishi mumkin. Daraxt ekib, bog' yaratmoqchi bo'lgan insonlarning hammasiga omad tilayman. Video yoqqan bo'lsa, sizdan podpiska va like. Omon bo'ling, e'tiboringiz uchun rahmat.